Lamin Yamal bu nomni eshitmagan futbol ishqibozi bo'lmasa kerak. O'zining jozibali o'yinlari bilan 16 yoshidayoq muxlislar e'tiboriga tushgan va ko'plab rekordlarni yangilagan bu yigitcha futbol olamiga o'zgacha zavq bilan kirib keldi. Hozirgi kunda Ispaniya milliy jamoasi va Barselonaning almashtirib bo'lmas o'yinchisiga aylangan Laminning ham tarixi bor. Ayniqsa uning ism sharifi bilan bog'liq tarix juda ham qiziq. So'nggi 20 yilda jahonning eng kuchli futbolchilari bo'lib turgan Cristiano Ronaldo va Lionel Messi davri o'z nihoyasiga yetmoqda. Biri 41, boshqasi 24-iyunda 39 ga kiradigan bu yulduzlarning o'rnini yana kimlar bosa olishi aniq emas. Yosh futbolchilar orasidan yangi Messi yoki yangi Ronaldo chiqmasligi mavhum bo'lib turgan paytda futbol olamiga 18 yoshga to'lmasdan ajoyib natijalar ko'rsatgan va bir qancha rekordlar o'rnatgan Lamin Yamal ism sharifli o'smir kirib keldi. U 16 yoshdayoq Ispaniya birinchiligi La Liga chempioni, 17 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida Yevropa chempioni, La Ligada mavsumning eng yaxshi yosh o'yinchisi bo'ldi. Shuningdek, Ispaniyaning asosiy milliy jamoasiga chaqirildi. Lekin 17 yoshida Ispaniya milliy jamoasi tarkibida o'ynab, Yevropa chempioni bo'ldi. Yevropaning eng iqtidorli futbolchisiga beriladigan Golden Boy mukofotini qo'lga kiritdi. Ko'plab boshqa futbolchilar qatori Yamalning ham qiziqarli hayot yo'li bor. Jumladan uning Lamin Yamal deb nomlanishining ham o'z tarixi bor. Hozir shu haqda. To'liq ism sharifi Lamin Yamal Nasroviy Ebana bo'lgan futbolchi 2007-yil 13-iyulda Ispaniyaning muxtoriyat huquqiga ega bo'lgan Kataloniya provinsiyasida afrikalik muhojirlar oilasida tug'ildi. Yamalning otasi kelib chiqishi marokashlik bo'lgan Munir Nasroviy, onasi Ekvatorial Gvineyalik Sheyla Ebana ism sharifli ayol bo'lgan. Siz Munir va Sheylani 1 yil avval shov-shuvli video roliklarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Munir va Sheyla Ispaniyada tanishib oila qurdi. O'sha paytlarda oilaning moliyaviy vaziyati ancha og'ir edi. Shu sababli ularga do'stlari yordam berib turadi. Ayniqsa Munirning Lamin va Yamal ismli do'stlari ularning oilasiga ko'p yaxshiliklar qilgan. Shu sababli xotini homilador bo'lgan paytda Munir do'stlariga agar o'g'il farzand ko'rsa, ularning ismini qo'yishini aytadi. Ko'p o'tmay Munir va Sheyla o'g'il farzand ko'rishdi. Ota do'stlarga bergan va'dasini bajardi va bolaga Lamin Yamal Nasroviy Ebana deb ism sharif berishdi. Lamin Yamal 3 yoshga to'lganida oila ajrashib ketgan. O'shanda u navbati bilan har ikki tomonda otasi va onasi bilan birga yashagan. Otasining oldiga kelganida uning tarbiyasi bilan asosan Munirning onasi shug'ullangan. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda futbol dahosi Messining qora tanli chaqaloqni ko'tarib turgani, uni cho'miltirayotgani aks etgan suratlar birmuncha mashhur. Ma'lum bo'lishicha, Messi cho'miltirayotgan chaqaloq aynan Lamin Yamal ekan. Xo'sh, futbol yulduzi nega Laminni cho'miltiradi? Uni ko'tarib suratga tushadi. Gap shundaki, 2007-yil dekabrda hali Lamin Yamal 6 oylik chaqaloq paytida Barselonaning o'sha vaqtdagi titul homiylari Diario Sport va UNICEF maxsus fotosessiya uyushtirishga qaror qiladi. O'shanda bolalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi UNICEF fotosessiyada ishtirok etadigan chaqaloqlarni Kataloniyaning nisbatan qashshoq odamlar yashovchi hududlaridan qidirib topadi. Bolalar orasida qahramonimiz Lamin Yamal ham bor ekan. Bolaning ota-onasi fotosessiyada ishtirok etishga nomzodlar tanlovida g'olib chiqqan. Fotosessiyada Barselona yulduzlari va tanlab olingan bolalar ishtirok etgan. Tasodifni qarangki, Messining chekiga aynan Lamin Yamal tushgan va futbolchi u bilan turli ko'rinishlarda suratga tushadi. Qisqasi, Messi mitti Laminni bolalar vannasida cho'miltirayotgani aks etgan surat shunday paydo bo'lgan. O'shanda bu katta futbolga Barselona orqali kirib kelgan eng iste'dodli ikki o'yinchining ajabtovur uchrashuvi bo'lgandi. Lamin Yamal futbol o'ynashni 4 yoshida mahalliy La Torreta havaskor jamoasida boshlagan. U 6 yoshga to'lganda Barselona skautlari e'tiboriga tushgan. Laminni Barselona futbol akademiyasi La Masiyaga mashg'ulot o'tkazishga chaqirishgan. Bola dastlabki mashg'ulotdanoq La Masiya murabbiylarida ijobiy ta'sirot qoldirdi va ko'p o'tmay Lamin bilan dastlabki shartnoma imzolangan. U La Masiyada shug'ullana boshlagan.
O'sha paytlarda Laminning kumirlari Ronaldinho, Messi va Neymar bo'lgan. Shu tariqa kechagina qashshoq kvartalda to'p tepib yurgan bola 7 yoshga to'lmasdan dunyodagi eng yaxshi futbol akademiyalaridan biriga qabul qilindi. Lamin La Masiyadagi mashg'ulotlarda qatnashish bilan birga bolalar o'rtasidagi turli musobaqalarda qatnashgan va ko'plab gollar urib, o'zining qanchalik mahoratli ekanini isbotlagan. Ko'p o'tmay Yamal akademiyadagi eng iqtidorli futbolchiga aylandi. Bu Barselona murabbiylarini befarq qoldirmaydi va 2022-yilga kelib 15 yoshli Lamin asosiy jamoa bilan mashg'ulotlarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'sha paytda Barselonani boshqarib turgan Xavi Laminni ilk bor 2023-yil bahorda La Liga doirasidagi o'yinlarning birida maydonga chiqardi. Bu 29-aprel kuni Real Betis jamoasiga qarshi o'yinda sodir bo'ladi. O'sha kuni Lamin 15 yoshi 291 kunlik edi. 15 va 16 yoshlarda Ispaniyaning turli yoshdagi milliy jamoalarda o'ynagan Lamin 2023-yil 1-sentyabr kuni asosiy milliy jamoaga chaqirib oladi. So'ng 8-sentyabr kuni murabbiy Luis de la Fuente uni Euro 2024 musobaqasi doirasida o'tkazilgan Gurjistonga qarshi o'yinda maydonga chiqaradi. O'shanda Lamin Yamal 16 yoshi 50 kunlik edi. Mahoratli o'yinchi bu o'yinda gol urishga muvaffaq bo'ladi. Shundan so'ng Lamin Yamal Ispaniya milliy jamoasining asosiy o'yinchisiga aylandi va yana gollar urishda davom etdi. Shuningdek, u Barselonada ham almashtirib bo'lmas futbolchiga aylandi. Lamin Yamal hozirgacha Barsa tarkibida barcha rasmiy o'yinlarda 151 o'yin o'tkazgan va 48 gol urib, 45 assistni amalga oshirgan. Ispaniya milliy jamoasi safida esa 26 rasmiy o'yinda qatnashgan va 6 ta gol urib, 12 ta assist amalga oshirgan. Hali 19 ga ham to'lmagan futbolchi uchun yuqoridagi ko'rsatkichlar juda zo'r natijadir. Yamalning rekordlari bir necha yo'nalishda amalga oshirilgan. Jumladan, u Barselonada, milliy jamoada va Yevropa Chempionlar Ligasida alohida rekordlar qayd etgan. Barselonadagi rekordlari: klubda o'ynagan eng yosh o'yinchi, 15 yoshi 291 kunligida, 21-asrda La Ligada boshlang'ich tarkibda maydonga chiqqan eng yosh o'yinchi, 16 yoshi 38 kunligida Kadisga qarshi o'yindi. La Ligada golli uzatma bergan eng yosh o'yinchi, 16 yoshi 45 kunligida Villarrealga qarshi o'yindi. La Ligada gol urgan eng yosh o'yinchi, 16 yoshi 87 kunligida Granadaga qarshi o'yindi. El Clasico tarixidagi eng yosh futbolchi, 16 yoshi 107 kunligida. Ispaniya Superkubogida o'ynagan eng yosh futbolchi, 16 yoshi 182 kunligida. La Ligada dubl qayd etgan eng yosh futbolchi, 16 yoshi 213 kunligida. Bu 2024-yil yanvarda Atletik Bilbaoga qarshi o'yinda sodir bo'lgan. Barselona tarixida rasmiy o'yinlarda 50, 100 va 150 o'yin o'tkazgan eng yosh futbolchi. Barselonada La Liga doirasida 100 ta o'yin o'tkazgan eng yosh o'yinchi. Barselona bilan 100 g'alabaga erishgan eng yosh o'yinchi. Barsa tarkibida 40 gol urishga muvaffaq bo'lgan eng yosh o'yinchi. Chempionlar Ligasidagi rekordlari esa quyidagilar. Chempionlar Ligasida debyut qilgan Barselonaning eng yosh futbolchisi, 16 yoshi 68 kunligida. Belgiyaning Antwerpen jamoasiga qarshi o'yinda. Chempionlar Ligasida boshlang'ich tarkibda maydonga chiqqan eng yosh futbolchi, 16 yoshi 83 kunligida. 2023-yil 4-oktyabr Portoga qarshi o'yindi. Chempionlar Ligasida golli uzatma bergan eng yosh futbolchi, 16 yoshi 153 kunligida. Chempionlar Ligasida bir o'yinda gol urgan va golli uzatma bergan eng yosh futbolchi, 16 yoshi 287 kunligida. Bu 2024-yil 16-aprel PSJga qarshi o'yinda sodir bo'lgan. Chempionlar Ligasida dastlabki 10, 20 va 30 o'yin o'tkazgan eng yosh futbolchi. Ispaniya milliy jamoasidagi rekordlar esa quyidagilar. Ispaniya milliy jamoasida debyut qilgan eng yosh futbolchi, 16 yoshi 57 kunligida 2023-yil sentyabr Gurjistonga qarshi o'yinda. Ispaniya milliy jamoasida gol urgan eng yosh futbolchi, 16 yoshi 57 kunligida o'sha o'yinda Gurjistonga qarshi. Ispaniya milliy jamoasi safida Yevropa chempionatida to'p surgan eng yosh o'yinchi, 16 yoshi 339 kunligida. Ispaniya milliy jamoasi safida Yevropa chempionatida golli uzatma bergan eng yosh o'yinchi, 16 yoshi 339 kunligi. Yevropa chempionati play-off bosqichida o'ynagan eng yosh o'yinchi, 16 yoshi 354 kunlik. Yevropa chempionatida gol urgan eng yosh o'yinchi, 16 yoshi 362 kunligida. Yevropa chempionati finalida to'p tepgan eng yosh o'yinchi, 17 yoshi 1 kunligida.
Xalqaro darajadagi musobaqa Yevropa chempionatida g'olib bo'lgan eng yosh o'yinchi. 17 yosh u bir kunligida. Lamine Yamal 18 yoshda bo'lishiga qaramay, juda ko'plab shaxsiy va jamoaviy sovrinlar hamda mukofotlarni qo'lga kiritdi. Jumladan u 3 karra La Liga chempioni, 1 marta Ispaniya kubogi sohibi, 2 marta Ispaniya Superkubogi egasi, 1 marta Yevropa chempioni, 17 yoshlilar o'rtasidagi Yevropa chempionati to'purari, Yevro 2024 da eng yaxshi yosh o'yinchi, Yevro 2024 da eng chiroyli gol sohibi, La Liganing 2025-26-yillar mavsumidagi eng yaxshi o'yinchisi, 2024-yilda Yevropaning eng yaxshi yosh o'yinchisiga beriladigan Golden Boy mukofoti sohibi. Xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi IFFHS versiyasiga ko'ra, 2024-yilda jahonning eng yaxshi yosh o'yinchisi. France futbol nashri talqiniga ko'ra, 2024 va 25-yillarda jahonning eng yaxshi yosh o'yinchisi. 2025-yilda Maradona mukofoti va boshqa yana ko'plab sovrinlar sohibi bo'lgan. Bugun ayrimlar Yamal shu tarzda to'p surishda davom etsa, juda ko'p ko'rsatkichlar bo'yicha Messidan ham o'tib ketishi mumkinligini aytmoqda. Boshqalar esa u Messini ortda qoldirishi uchun argentinalikka o'xshab 20 yil davomida barqaror o'ynashi lozimligini ta'kidlaydi. Albatta, Messiga o'xshab 20 yil davomida barqaror to'p tepish, o'ynaganda ham gollarni va golli uzatmalarni qalashtirib tashlash oson ish emas. Shu paytgacha ko'rsatgan o'yiniga qarab aytadigan bo'lsak va yosh ko'rsatkichiga qarab baholansa, hozircha Lamine Yamal Messidan oldinroqda ketmoqda. Biroq Messi ulg'aygan sari kuchayib borgan, o'yin uslubini o'zgartirgan va takomillashtirgan. 16 yoshidayoq o'ta iste'dodli bo'lgan Yamal argentinalik dahoga o'xshab kelajakda o'yinini kuchaytirib, takomillashtira oladimi, yo'qmi? Hozircha bu mavhum masala. Laminga kelajakda buyuk futbolchi bo'lishiga to'siq bo'lishi mumkin bo'lgan bir qancha omillar bor. Ular orasida futbolchilarning doimiy hamrohi sanaladigan jarohatlar birinchi o'rinda turadi. Uzoqqa bormaylik, bir necha yil oldin Barselonaning va jahon futbolining bo'lajak yulduz deb ta'riflangan Ansu Fatining faoliyati aynan jarohatlar tufayli barbod bo'ldi. Shu jihatdan olganda Lamine Yamal kelajakda o'yinlar davomida keskin to'qnashuvlardan qochib, o'zini ehtiyot qilishi va jiddiy jarohatlar olmasligi lozim bo'ladi. Futbolchining intizomni bir chetga surib, nosog'lom hayot kechirishi uning buyuk kelajagiga soya solishi mumkin. Ochiqroq aytganda, tungi klublarda sang'ib yurish, ayollarga o'chlik va hokazolar futbolchining o'sishiga xalaqit beradigan ishlardir. Shu o'rinda bir misol. 2008-yilda Barselona murabbiyi Josep Guardiola Ronaldinhoni jamoadan ketkazgan edi. Bunga asosiy sabab Ronaldinho tungi klublarning doimiy mijozi edi. Lekin uning ketkazilishiga birgina bu sabab bo'lmagan. O'shanda Ronaldinho tungi klublarga yosh Messini ham torta boshlagan va bu ish Guardiolaning toqatini toq qilgandi. Agar Ronaldinhoni jamoadan ketkazmasa, ikki futbolchining o'yinida pasayish bo'lishi va Messining iste'dodi yo'q bo'lib ketishi mumkinligini anglab yetgan. Shu tufayli mana shunday qat'iy chorani ko'rgan. Lamine Yamal kamolotga yetishi uchun qiziqqon xarakterini biroz o'zgartirishi va Messiga o'xshab og'ir, bosiq bo'lishi shart. Bundan tashqari, Yamalning buyuk futbolchi bo'lishi uchun murabbiy ham muhim rol o'ynaydi. Futbolchi bu masalada nolimasa ham bo'ladi. Hatto murabbiylikda tajribasi biroz kam bo'lgan Xavi ham unga ishongan va 15 yoshidayoq asosiy jamoaga jalb qilgandi. Barsaning hozirgi murabbiyi Hans-Dieter Flick va Ispaniya milliy jamoasini boshqarib turgan Luis de la Fuente unga muntazam ishonch bildirib kelmoqda. Yamal ikkinchi Messi bo'la oladimi, yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Biz esa otasining do'stlari sharafiga nomlangan yosh yulduz o'yinlaridan bahra olishda davom etamiz.